Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Moskvaning CSKA klubi hujumkor futbolchisi Abbosbek Fayzullayev uchun yangi mavsum muhim ahamiyat kasb etadi. 21 yoshli legionerimiz terma jamoamizning yetakchi o'yinchilaridan hisoblanadi va kelasi yili AQSh, Kanada va Meksika birgalikda mezbonlik qiladigan Jahon chempionatida Abbosning zimmasiga muhim vazifalar yuklanishi tabiiy. Shu bois Fayzullayev yangi mavsumda klub miqyosida muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lishi, mahoratini charxlab borishi va yuqori sport formasini ushlab turishi talab etiladi. Legionerimiz o'ynayotgan CSKAda kutilmaganda jiddiy o'zgarish ro'y berdi. Jamoani mamlakat kubogi g'olibi va chempionat bronza medali sovrindoriga aylantirgan serbiyalik murabbiy Marko Nikolic boshqa klubga o'tib ketdi. Uning o'rnini shvetsiyalik mutaxassis Fabio Celestini egalladi. Abbos O'zbekiston terma jamoasi safidagi o'yinlaridan keyin muayyan muddat hordiq chiqarib, armiyachilarning tayyorgarlik jarayoniga qo'shildi. Fabio Celestini yozgi o'quv mashg'ulot yig'inlari haqida intervyu berib, o'zbek futbolchisini ham jamoa yetakchilaridan ekanini alohida ta'kidladi. Biz jamoaga yaqinda kelganmiz, futbolchilar esa endigina ta'tildan chiqdi. Dastlabki kunlardagi mashg'ulotlar o'ziga xos tarzda yengillashtirilgan bo'ladi va asosiy e'tibor funksional tayyorgarlikka qaratiladi, dedi Fabio Celestini. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.